Qadrli do'stlar, biz mana Bobur yurti Andijondamiz. Andijon Farg'ona viloyatining poytaxtidir. Movarounnahrda Samarqand va Kesh qo'rg'onlaridan keyin bundan kattaroq qo'rg'on yo'q. 3 darvozasi bor. Arki podshoh saroyining janub tarafidandir. Buyuk yurtni bo'ysundirgan shoh men, ammo yurt hajrida o'rtanadi tanda jonim. Dilda edi orzularim dunyo. Senga yetmoq arzu bo'ldi Andijon. Alo. To'g'ri. Eli Turkiydir. Shahar aholisi va bozorida Turkiyni bilmaydigan kishi yo'qdir. Elining tili va adabiyoti muvofiqdir. Shuning uchun Hazrat Mir Alisher Navoiy asarlari garchi Hirotda shuhrat qozongan ersada bu tilda yozilgandir. Eshitdilaringmi taqsirlar? Yo'qmi? Valiahd Zahiriddin xuddi bobosi Temurdek Andijonda ham bog'lar barpo etyapti. Ko'p yaxshi. Bog'i Shamol, bog'i Eram deb nom qo'ymish. Ha, taqsir. Xo'p, yaxshi ishlar bo'layapti. Ha, taqsir. Orzum ona yurtni obod ko'rmoq edi. Samarqandga qayta sayqal bermoq edi. Andijonda Toj mahallar qurmoq edi. Bariga Hind oshyon bo'ldi Andijonim. Oshlig'i vofir, mevasi farovon, qovun va uzum yaxshi bo'lur. Qovun mahallida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas. Baraka toping. Anchadan buyon bundoq mazali qovun yemagan edik. Birini yedik, birini xonadon uchun oldik. Shunda qancha aqcha beradirmiz mulla aka? Taqsir. Andijonda paykal boshida qovun sotish rasm emasdir. Biz rozi. Baraka toping. She'riyatga oshiqtalik bordir tanda. Yurt mehridan jo'shib yonib yetib xanda, shoirlarni to'plab shahri Andijonda she'rlar o'qish armon bo'ldi Andijonim. Assalomu alaykum aziz andijonliklar. Mana o'z yurtimda, ya'ni Bobur yurti Andijondamiz. Ziyorat qilib yuribmiz. Har kelganimizda har doim kelib, ashulalar ziyorat qilib kelamiz. Shaharga 9 tarnov suv kiradi. Ajabki, biror yerdan tashqariga chiqmaydi. Elining orasida san'atkorlari ko'p. Musiqada mashhur Xo'ja Yusuf andijonlikdir. Duosida meni yodlab turgan xalqim. Bugun tinchlik, erk vaqtini ko'rgan xalqim. Ma'rifatdan O'zbekiston qurgan xalqim. Men istagan zamon bu Andijon. Shohim. Andijonliklar kelishdi. Nima? Andijonliklar? Boburini bobom deya suygan millat, bolasiga mening ismim qo'ygan millat, bugun yayrab erk baxtini tuygan millat, buyuk O'zbekiston bo'ldi Andijon.